O bir sırlıq orduğa oxşaydı. Məndə ordunun xəritəsi yox. Səncə mən o orduğa xəritəsiz girsəm ezib qalmasmənmi? Onu sırlıq qılğını acaba xəritənin bolmaslığı emasmı? Lekin mening bu orduğa tayyorliqim pütgəndə kirgim var. Sən ordunun içiga kirmay turib, onunla kirdigan tayyorliqingni pütgəndə qandaq bilsən? Biroq men ezib qilishimdan qo'rqaman. Agar ordun chiqish yig'isi bo'lmasa, men uning ichida mangu qapsilib qolsam-chi. Qara. Atrofimdagi odamlarni ko'rdingmi? Ularni san o'xshash tayyorliqining putishini saqlab o'tadi. Ular mangu saqlaydi. Buni bilamsan. Undaq bo'lsa men qanday qilishim kerak? Angla. Ba'zi ishlarga mangu tayyorliqing bitmaydi. Shu tunji qadamingni bosqiningda ondan tayyorlik qilishga boshlagan bo'lsan. Sirliq o'rdada ezib qilishing mumkin. Biroq aldirmay yo'llar san tonish bo'ladi. Tuzaqlarni yiroqdan bayqay olaysan va oxirida chiqish yog'isini tep chiqsan. Menga omad tila. Bu mening hikoyam. Kech soat 1 bo'ldi. Oxiri hikoyani qanday boshlashni uqdim. Kech soat 2 bo'ldi. Mencha bu yer sal qamlashmabdi. Kech soat 3 bo'ldi. Xeyli bo'tqandek turdi. Shakespeare'dek yazıqchilik iqtidorim yo'q. Mozartdek muzik sezgurim yo'q. Jacksondek naqsha aytolmayman. Christopher Nolandek rejissyorlikmi qilolmayman. Ammo bo'p qoldi. Mujohid bo'lib yashayapman. Men bir hikoya so'zliguchi. Mencha bir hikoya so'zliguchi uchun eng muhimi yaxshi kamera, yaxshi manzara, yaxshi rolchi, yaxshi ovoz olg'ich, yaxshi chiroq emas. Balki bir yaxshi hikoya va uni yaxshi so'zliguchi mu emas. Balki bir oddiy hikoya va uni jur'atga kelib so'zliguchi. Bir qarasangiz siz so'zlamoqchi bo'lgan hikoyani xuddi boshqa biraylar oldi-burun so'zlab bo'lgandek. Sizga so'zligidek hech qanday hikoya qolmagandek. So'zlasangizmi hech kim anglamaydigandek. Anglasam hech kim yoqtirmaydigandek. Lekin yana bir turib qarasangiz nurg'un hikoyalar so'zlanmay qolgandek. Nurg'un hikoyalar bayqalmay qolgandek. Nurg'un kishilar shu hikoyaga tashna bo'layotgandek. Qiziq yeri shuki, bularning har ikkisi siras. Muhimi sizning qaysisiga ishonishingizda. So'zimning beshidagi sirliq o'rda dal mening orzuyim qetish jarayonim bo'ldi. Men bu tanlashimning meni qayerga boshlab bordig'ini bilmayman. Sirliq o'rnining ichiga ketib borman. Ba'zida yamashdim, ba'zida do'ngildim, ba'zida qo'rqdim, ba'zida jur'at kutoldim. Kichkimdan hikoya anglashga amroqdim. Apamning yiqimliq ovozi bilan aytib berilgan har qanday hikoya menga yiqimliq anglandi. Biz nurg'un hikoyalarni birlikda o'qib tugatgan. Hikoya anglashga bo'lgan qiziqishim mening nurg'un notanish kishilar bilan tanishishimga sababchi bo'ldi. Har biraylarning hikoyasi ajoyib o'zgacha. Har biraylarning hikoyasini bayon qilish usullari o'xshamaydi. Ba'zi hikoyalarning voqealigi qarmoqqa o'xshash, ammo ularning chiqargan yakunlari o'xshamaydi. Ba'zilar hikoyasini yig'lab so'zlasa, ba'zilar kulib so'zlaydi. Ba'zilar naqsha aytib so'zlasa, ba'zilar qo'l ishorati bilan so'zlaydi. Albatta, odamlarning so'zlagan hikoyasi hikoya amrimning nihoyat oz bir qismini egallaydi. Men tabiatning hikoyasiga hammadan amroq. Quyoshning ko'tarilishi, bulutlarning yutkilishi, ko'chayotgan yovg'ozlar, to'kilayotgan yupurmoqlar, yiqayotgan sharqiratma, to'r to'qiyotgan o'mchuk va uning to'g'risida jon talashayotgan kichik ko'muta. Ular haqiqiy hikoya so'zliguchilar. Biz faqat ularni anglab ko'nmagan xolos. Yo'q. To'g'risini aytsam, biz ularni anglashga o'rinib boqmagan. Ularni anglashga tasavvur ketdi. Balki menda so'rashingiz mumkin. Sening anglag'ing ularning hikoyasi emas, balki o'zingning tasavvuri bo'lsa-chi? Unda bo'lsa men tasavvur haqiqatan baykanman.
Ba'zida arzulagan minutlarim ichida yashab boqqim keladi. Biroq hozirgi qaytganimda o'tmishimda arzulagan kelgusimning hozirim ekanligini bayqayman. Amaliyotda ayni vaqtda men mushularga erishsam baxtli bo'laman degan narsalarimning ko'pinchisiga hozir erishibdiman. Biz doim xo'shallikning oldiga agar so'zni qo'yib olamiz. Agar mundaq bo'lsam, agar mundaq bo'lsa. Qaysi kuni mundaq bir ish yuz berdi. Burun bir ishtinim bo'ldigan. Atam bu ishtinimga nihoyat o'chdi. Ayni vaqtda agar mush ishtanni bir kun kiyib olsam, men bir kun baxtli bo'ladim. Kunda kiysam, kunda baxtli bo'ldim deb o'ylaydim. Necha kun avval bozor aynib etib, ash arzulagan ishtanni qaytadan uchirtib qoldim. U mening barliq balliq aslimalarimni qaytarib keldi. Men bu ishtanni setib oldim. Uyga qaytib kelib, puchimga kiyib bo'lgandan keyin buningga moslashadigan oyoqimning yo'qligini bayqadim. Shuning bilan turdan oyoq ko'rib baxtim. Mencha bu oyoq xeyli moslashdi ekan. To'xtab tur. Bu oyoq moslashadigan maykichi. Siz bir narsani arzulaydi ekansiz. Xuddi uningga erishsangiz barliq masalalar hal bo'lib qoldigandek. Ba'zi sharoitni arzulaydi ekansiz. Xuddi shu sharoitga erishsangiz hamma ishni hal qilib yetadigandak. Ammo yangi sharoit, yangi natija hamon yangi masalalarni keltirib chiqadi ekan. Yangi masalalarning paydo bo'lishi bizda yangi ehtiyojlarni shakllantirdi ekan. Demak, xushallik, baxt hargiz siz arzulagan ma'lum bir vaqt mazgilida, ma'lum narsada va yoki sharoitda emas ekan. U mangu hozir ekan. Biz baxtlik. Faqat ruhimizning baxtni his qilishiga yo'l qo'yganimizda, uni o'tmish va kelgusining oxir g'amlaridan qutuldirib, hozir qaytarib akelganimizda biz ondan baxtlik. Sözümün beşida sirliq o'rnin tilga olgandim. Shundaq. Men sirliq o'rnining ichida ketib borman. Kishilar bu jarayonni azobliq, qiyin, jafoliq deyishir ekan. Men ularning hammasini yig'inchoqlab, jasoratini sinaydigan mo'l usulliq bir jarayon deb atab oldim. Men sirliq o'rnining ichidami o'zimga xushallik topa oldim. Shundaq bo'lg'achqa men bu jarayonda sizlar bilan uchrashdim. Men sirliq o'rnining ichida ketib boraman. O yerda yo'riqlik kelyotdi. Og'ir chiqib bitirgan bo'ldim. Yo'q. U bir to'p paqira qo'ng'isgan. Yo'q. Yoki u yulduzlarmi? Oddiy hikoya va uni jur'at qilib so'zligicha. Shundoq. Bu mening hikoyam. Naqshchilar naqshini yaxshi aytish uchun ovozini davomli mashq qilish kerak. Futbolchilar to'pni yaxshi tepish uchun albatta jiqroq to'pning texnikasini egallash kerak. Advokatlar sudni yengish uchun qonunga pishiq bo'lish kerak. Hikoya so'zligicha hikoyani yaxshi so'zlash uchun bir umr bo'ytoq o'tish kerak. Achchaqchaqchimi?